10x ga CC4 Pro полный full komplektatsiya 10 dyuymli uстановka qilib qo'ydik. Bitta obzorini ko'ramizmi? Qilingan ishga baho bering, yoqsa bitta like bosib qo'yib, 10x va trekker chokalarga shuni jo'natib qo'yasiz. Onyx avtomobilimizdagi CC4 Pro komplektini полный full komplektatsiya uстановka qilib berdik. Narxlari bilan tanishtirib o'tamiz. CC4 Pro 12256 miz 10 dyumligi $530, old registratori $45, orqa kamerasi $40 turadi. Va albatta buni qo'yish uchun o'zini spetsialniy ramkasi kerak bo'ladi. U $75 turadi. Shuni hisobiga hamma narsani uстановka qilib yig'ib bo'lganingizdan keyin o'sha ramkani ichida turgan kan orqali hamma narsasini upravlat qilsangiz bo'ladi. Bu mashinamizning ishlari bitdi. Turishlari вообще ideal. Hamma narsa haqiqatan zo'r ishlayapti. Orqa sensori deysizmi, palasa deysizmi, lidar datchiklarimi hammasi zo'r ishlayapti. Onyx va trekker avtomobil haydovchilariga murojaatimiz: agar monitoringlardan zerikib yurgan bo'lsangiz, kelinglar, mana shunaqa zo'r monitorlar chiqqan, qo'yasiz, haqiqatan maza qilib ishlatasiz. Bizdan kuzatishda davom etinglar. Joningiz sog' bo'lsin.